Yaqinlarim, men G'ofur G'ulomda hozir pul tarqatishga keldim. Qani kimga qilamiz? Assalomu alaykum. Qayli bir mitga. Qani men sizdan hozir son so'rayman. Birdan 100 gacha. Yo'q, sizdan emas. Qizchadan so'rayman. Yaxshi qiz, qani. Birdan 100 gacha yoqtirgan soningiz ayting. Necha sonni yoqtirasiz? 5 mi? Voy, gap bo'lishgan. Qaranglar yaqinlar. Pullarni aralashtirib tashlayman. Bu yerda har qanaqa pullar bor. Siz mana shu yerda xolagan tarafingizdan saning 5-pulni singlimizga sovg'a qilamiz. Oling. 1, 2, 3, 4, 5. Voy, qarang mayli. Endi mana sizga savol. Agar menga podpiska bosgan bo'lsangiz, shu yutgan yutug'ingizni 5 marta oshirib beraman. Podpiska bosganmisiz menga? Instagramda. Temur Bratga. Voy. Gap bo'lish mumkin emas podpiska bosganlarga. Bitta ko'rsatib olasizmi? Ko'rsatib oling, Instagramda podpiska bosganingizni. Agar Instagramda podpiska bosgan bo'lsalar, yana 25 ming so'm plus cho'nsilam. Qani? Kiringchi. Qani ko'ramiz. Wow, gap bo'lish mumkin emas. Siz 5 ming so'm pul yutganingiz, 2 plus 25 ming so'm. Jami 30 ming so'm pulni yutib oldilar. Gap bo'lishini bering. Sanashaylik. Qarang. 1, 2, 3 ming so'm. Yana sizga pul yutuqlari. Endi bu pulga attraksion o'chamizmi? Voy joningiz sog' bo'lsin, shirincha. Voy, bu qiz asaligini qaranglar yaqinlar. Yaqinlar o'shaga podpiska qo'yinglar. Agar menga podpiska bo'lsanglar, o'zingizlarga foyda bo'ladi. Charchamanglar. Go.